Assalomu alaykum. Ismim Turbek, familiyam Mirzayorov. Realtorlik xizmati bilan ancha yildan beri tanishman va insonlarga yordam berib kelamiz. Qo'ldan kelgancha xizmat qilib kelamiz. Ko'pchilikda uchraydigan savol shunaqa bo'lyaptiki, bugungi kunda uy tanlashda nimalarga e'tibor berish kerak o'zi degan umumiy savol bo'lyapti. Ya'ni ko'p berilgani uchun yoki ko'p o'ylangani uchun shu savolga javob berishga harakat qilaman. Agar bu videoni mutaxassislar tomosha qilayotgan bo'lsa, ya'ni realtorlar yoki shunga o'xshagan uy bo'yicha mutaxassislar ko'rayotgan bo'lsalar, ular ham o'z fikrlarini kommentariyalarda, izohlarda qoldirsalar bo'ladi yoki fikrimni to'ldirishlari yoki bo'lmasam fikrimni nima deydi, ma'qul ko'rmasliklari mumkin albatta. Uy tanlashda birinchi e'tibor beriladigan narsa imkoniyatda. Masalan, hozirgi imkoniyat necha xonaga yetadi? Bir xonagami, ikki xonaligami yoki uch xona, to'rt xonaliga yetadimi kvartiraga? O'shandan kelib chiqadi. Deylik, ikki xonali kvartiraga pulingiz yetdi. Siz uy ko'rishda davom etyapsiz. Mutaxassislarga murojaat qildingiz, bizga o'xshagan realtorlarga murojaat qildingiz. O'sha paytda sizga pakas belgilashdi, ya'ni ko'rgazma uylarni ko'rsatyapti, birin-ketin. Siz nimaga e'tibor berishingiz kerak? Masalan, Chilonzor rayoni misolida oladigan bo'lsak, Chilonzor rayonida Xrushchev davrida qurilgan uylar bor. Ular planirovkalari har xil. Masalan, betonli uylar ham bor, g'ishtli uylar ham bor. Ularda ikki xil, uch xil shunaqa planirovkasi bor. Ya'ni xonadan xonaga kiradigan kvartira. Ya'ni zalga kirdingiz, zaldan spalniga kirib ketasiz. Bu o'zbekchiligiga biroz noqulaylik tug'diradi. Sabab mehmonlar keladigan bo'lsa, siz o'sha mehmonlarni oldidan kirib chiqishingizga to'g'ri keladi. Agar siz bu ish bilan o'sha xizmatda bo'ladigan bo'lsangiz, boshqa yoki bo'lmasa uzoq viloyatlardan mehmonlar kelishganda yotadigan bo'lishsa, u ham noqulay bo'ladi. Ularning ustidan kirib chiqishingiz kerak bo'ladi. Aynan shu Xrushchev davrida qurilgan uylarni alohida xonali planirovkalari ham bor. Ya'ni qanaqa? Eshikdan kirasiz, koridor, o'ng qo'lingizda zal, chap qo'lingizda yotoqxona bo'ladi. O'rtada tualet, hammom bo'ladi. Mana bu qulay bo'ladi o'zbekchilikda. Mehmoningizda deylik, zalga turib, o'zingiz spalnidan bemalol kirib chiqishingiz yoki bo'lmasa hojatxonaga yoki hammomga kirishingiz mumkin, yoki oshxonaga hammom orqali o'tadigan eshik ham bor. Mana shu taraflarga e'tibor berish kerak bo'ladi. Shuning uchun asosiy belgilari deb bilyapman buni. Keyin biz ko'p o'sha xaridorlarni uy ko'rsatish jarayonida shunga ko'proq guvoh bo'lamizki, bir aqlli xaridor kelib qoldi. Uy ko'rsatyapmiz, yoqmayapti. 5 ta kvartira ko'rsatdik, yoqmayapti. 10 ta kvartira ko'rsatdik, yoqmayapti. Oxiri to'xtatib so'radik. Siz o'zi nima xohlaysiz? Nima xohlaysiz o'zi? Sizga biz topib berishimizga oson bo'lishi uchun desak, o'shanda aytdiki, menga shunaqa kvartira kerakki, kunduz kuni quyosh yorug'i tushadigan kvartira kerak. Nimaga desa, sababi kechasi shundoq ham svet yoqaman, kunduzi ham svet yoqib o'tirishim kerakmi? Bu двойной расход bo'ladi. Kunlar, oylar, yillar mobaynida men ko'proq xarajat qilib qo'yaman uyga. Shuning uchun yorug', ya'ni quyoshning nuri tushib turadigan kvartira menga tavsiya qilinglar. Daraxtlar ham juda qalin o'rab olingan yoki quyoshga teskari joy bo'lmasin. Birinchidan ham zax bo'ladi. Ikkinchidan svetni двойной yoqaman. Uchinchidan yosh bolalarga quyosh nuri tegib turgan yotoqxona bo'lmasa, ularda o'sha kalsiy yetishmasligi, ya'ni rahit kasalliklariga uchrashiga sababchi bo'lar ekan. Qarang, bitta shu kichkina yo'nalish. Shuning uchun bu videolarimiz davomli bo'ladi, xudo xolasa. Iloji boricha o'sha vaqtimizga, imkoniyatimizga qarab sizlarga ma'lumotlar berishda davom etamiz. Agar videolarimiz foydali bo'lgan bo'lsa, like tugmalarini, obuna bo'ling tugmalarini bosib qo'ying va tanish bilishlarga, uyga qiziqib yurgan insonlarga jo'natib qo'ying. Salomat bo'ling.